Instagram Plus sotib olsangiz nimalarga ega bo'lasiz? Qani ko'rib chiqamiz. Birinchi funksiya bu Instagram sizga ko'p galochka beradi. Ya'ni siz haqqoniy akkauntingiz bildiradi va undan tashqari odamlarga ishonch bildiradi. Ikkinchisi bu akkaunt mabodo buzilon bo'lib qolsa yokida blok bo'lib qolsa, buni oldini oladi. Ya'ni o'z-o'zidan akkauntingiz blok bo'lmaydi va buzilon bo'lishini oldini oladi. Ya'ni sizni himoyalab qo'yadi. Uchinchisi bu Meta Support, ya'ni Meta Support bu Instagramni qo'llab-quvvatlash xizmati bo'ladi. U siz bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlaydi. Ba'zilar Gmail orqali yozib, support yozib, ulardan javob kutgan bo'lsa, hozir Meta Support o'zi Instagram funksiyasini, ya'ni Instagram nastroykasi sizdan to'g'ridan-to'g'ri suhbat olib boradi. Va bu narsa juda ham katta foyda kelib chiqadi deb o'ylayman. To'rtinchisi bu eksklyuziv stikerlar. Bu stikerlar faqat Instagram Plus'i bor va Instagramda galochkasi bor akkauntlar qo'ya oladi. Bu stikerlarni Instagram maxsus stikerlar ham paydo bo'lgan. Hozir uni ham birinchidan sizlarga ko'rsatib boraman. Lekin bitta narsa bor. Misol uchun siz Instagram Plus sotib olsangiz, sizni ahvolingizni bitada o'zgartirib bermaydi. Ya'ni bitada sizni prosmotringiz 1 million yoki podpischilaringizni sizni ko'paytirib beradigan narsa yo'q. Bu yerda prosta algoritmni to'g'ri ishlatib beradi. Ya'ni siz qo'ygan videolarni to'g'ridan-to'g'ri, misol uchun kimga qiziqarli bo'layotgan bo'lsa, o'shalarga rekomendatsiya chiqishiga muvaffaq bo'ladi. Keyingi videoda esa Instagramda to'g'ridan-to'g'ri pul ishlasa bo'ladimi, yo'qmi degan savolga javob topamiz va bu narsani qilib ko'ramiz biz ham.